To'g'ri yo'lda sudralib yursang ham, harom yo'lda chop ketayotganlardan uzoqqa borasan. Harom yo'lda chop ketayotganlardan uzoqqa borasan. Assalomu alaykum akalar, ukalar, do'stlar. Hammangiz sog' salomatmisiz? Oilalaringiz tinchmi? Birdan baquvvat bo'lsin. Aka-ukalar, bugun ishimizni qilib bir aka-ukalarimizdan aytadigan gaplarimiz bor. Mana aka-ukalar, yaylovga ham qo'yib oldik jo'jalarimizni. Aka-ukalarimizga aytadigan gaplarimiz bor. Mana shu jo'jalarni tomosha qilib, xudo xolasa aytadigan gaplarimizni aytib olamiz. Andijonga yuborgan jo'jalarimiz eson omon yetib bordi. Video ham tashlab berishdi. Xudo xolasa video oxirida qo'yib qo'yaman. Yana Xorazm Xozarasovga yuborgan jo'jalarimiz ham yetib bordi. Buni chiqish jarayonini video qilishga imkoniyat bo'lmadi. Srochniy bo'ldi, srochniy chiqib ketdi-da. Keyin buni ham yetib borgan jarayonlarni tashlab berishdi videoni Xorazmga ham. Buni ham video oxirida qo'yib qo'yaman aka-ukalar. Endigi navbatda Toshkentga chiqib ketadi 4 ta jo'ja. Aka-ukalarimiz tanlovda amalga oshirdi. Xudo xolasa shu Toshkentga chiqib ketish jarayonlarini xudo xolasa jo'jalarni video qilib tashlaymiz xudo xolasa. Hozir taksini kutib turibmiz. Nimaga deganda taksi Toshkentda ekan. Men o'zi bitta taksi bilan ishlayman. Juda ham mas'uliyatli yigit, xudo xolasa. Hamma narsasini qarab olib boradi. Endi bundan keyin havo issiq aka-ukalar. Juda ham havo issiq. Shuning uchun konditsionerda ketmasa jo'ja o'lib qoladi yo'lda. Chiq. Bu jo'jalarimiz katta partiyalarimiz 6 ta, 7 tasi bor edi. Bitta xo'roz yo'q bo'ldi. Mana naparniki o'z-o'zidan topilmadi. Hamma qo'shnidan so'rab chiqdim, yo'q. Ya kiddi bo'ldi, ya it edi, mushuk edi desa, bu mushuk yeb bilmaydi. Mana shunaqa gaplar akalar, ukalar. Xudo xolasa hozir daftarim yonimda yo'q-da, o'chirib keyinini aytib yuborar edim. Hozir endi Toshkentga chiqish jarayonini video qilib ishlaymiz. Shu jarayonda xudo xolasa keyingi navbatdagi aka-ukalarimizni aytib o'taman. Kanalimizga yangi kirgan aka-ukalarimiz bo'lsa, endi qiziqishi mumkin. Bu yerda 3 ta, bitta, 2 ta, 3 ta makon jo'ja, bu Vyetnam, pryamoy Vyetnam. Aka-ukalar bu yerda kelgan yangi zot. Uchta partiya olib qo'yibman-da, 3 partiya, 3 bo'lak. Bitta partiyada mana shu 7 tada 6 tasi qoldi. Bitta partiyada 14 ta olib qo'yibman o'zimga. Endi yanagi videolarda ko'rsatib o'tishimiz mumkin ularni ham. Hozir buni ham chiqarib syomka qilsak cho'zilib ketadi aka-ukalar. Mana shu shunday ko'k yeb yursa zo'r bo'ladi-da bu.
tuproq yeb turibdi aka ukalar, tuproq, oddiy tuproq. Xullas bugungi aytmoqchi bo'lgan gaplarimiz shular akalar ukalar. Yanaki videolarda ko'rishguncha deb qolamiz. Endi bir hozir o'tirgan yerimda bir syomka qilib qo'ydim, oddiy. Mana bu yaylovga qo'yib o'tiribman. Taraqa ket. Kuk deb chishib boshladi bu ham. Bu yerda shu eng shebi mana shuda shu. Bu yerda hozir 5 demekan bitta mana shu xo'roz jo'jada, ikkita xo'roz jo'jada. Afsus ketdi yo'q. Jarayonlarda kuzatamiz aka-ukalar, bo'lmasam keyingi otprapkamiz Toshkent. Xudo xolasa hamma jarayonlarni to'liq qilib bitta video qilib Toshkentga ishlaymiz. 4 ta jo'ja chiqib ketadi Toshkentga. Uje jo'jani tanlab qo'yibdilar. Polni hamma narsasi tayyor. Prosta taqsimni kutib turibmizda. Aka-ukalar, men xo'shlashib qo'yaman. Andijonga, Xorazmga yetib borgan jo'jalarni qo'yib qo'yaman video oxiriga. Sog' salomat bo'lasiz. Yanaki videolarda didor qadar uchrashguncha Allohga omonatsiz. Assalomu alaykum, Farhod og'a, yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Yana Xudo xolasa jo'jalar omon sog' yetib keldi. Hamma sog', ikkisam sog'lom, oydindim ajoyib. Avvalam sizdan alvadim yanvarda, yana bu safarim 2-chi alishim Xudo xolasa. Esa katta rahmat aka. İşleriniz olma, jo'jalar sog'lom, ajoyib. Apoti borib, hammasini olib kelib turib, qaynatib necha soat. Devonaqalarni qo'shyapti. Dog'lar.